Burunning burunsida bir podsho bo'lgan ekan. Uning birim bolasi yo'q ekan. Uzun yillar Allohdan farzand bo'lishini tilab duo qilibdi. Oylar o'tib, yillar o'tibdi. Podshoning ayoli bir o'g'il yengibdi. Podsho bolasiga Donish deb ot qo'yib, el-jamoatga cho'ng to'y qilib beribdi. Oradan 20 yil o'tibdi. Bola shu tariqada aqlli, botir cho'ng bo'libdi. Podsho bir kuni o'g'ilni chaqirib, o'g'ilga mundaq nasihat qilibdi. O'g'lim, kichik ishlarga sal qarama. Do'stlaringni azizla, xalqingga mehribon bo'lgin. deb nurg'un nasihatlarni qilibdi. Buni aqlli Donish chin ko'ngildan qabul qilibdi. U har kuni o'rtada qilichvozlik mashq qilib, o'zining ustozidan yomon qilichvoz bo'lib yetilibdi. Tibobatdan bilim hasil qilib, uningdan mukomalatga yetibdi. Nurg'ulg'an ig'ir kasallarni davolab saqaytibdi. Shuning bilan uning nomi butkul olamga tarishib boshlanibdi. Donish bir kuni mundaq bir tush ko'ribdi. Tushida shundoq bir go'zal bog'da yurgidek, to'yiqsiz bir ovoz anglabdi. O'g'lim, darhol uyg'ongin, uxlab ketaverma. El yurtingga balo-ofat kelyapti, deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. Donish ochiqda ter ichida uyg'onib ketdi-da, darrol shaq otisining qashig'iga minibdi. Aslida bu podshohning g'arbitigida bir g'oyat zo'r yalmovuzdan biri bor ekan. U har 50 yilda bir uxlab, har 50 yilda bir uyg'onadi ekan. Bu vaqt yalmovuzning uyg'onadigan paytiga to'g'ri kelib qoldi ekan. Donishning tushiga namoyon bo'lganimi dal shu ish ekan. Donish buningdan xabarsiz bo'lib, ordu qurollarini chaqirib, oqshom ko'rgan tushining ma'nosini yeyishga buyuribdi. Bularning ichida 190 yoshga kirgan bir oqsoqol bo'lib, yalmovuzning gapini qilib beribdi. O'g'lim Donish, sen bizning aramizda ilm tahsil qilib, alam va qalamda mukomalatga yetding. Endi sen bu ishlarni bilishga haqliq. Donish hayron bo'lgan holda buvoyi nima ish kelganini so'rabdi. "Bova, bu zodi nima ish? deb beringchi." Donishning talmirishini ko'rgan buvoy so'zlashga boshlabdi. Bu yalmovuz noiti yomon. 7 bishi bor. Ona faqat tikanchantlig'iga ko'nilgan bir qilish bor. Shu ilohiy qilish bilan o'ltirgan bo'ldi o'g'lim. Bu qilish tilsimatlar ichida tarixda nurg'un kishilar qilishga ega bo'lish yilkida tilsimat usulni qilib chiqolmagan, debdi. Buni anglagan kishilarning uni ichiga tushib o'tirib qoldi. Bu qilishni akilish uchun 40 kecha kunduz yo'l yurish kerak ekan. Qilishni qo'g'daygan 7 boshli yalmovuz har 40 kunda bir uyg'ondi ekan. Odamzod kuchini sig'ingan u yalmovuzlar mana 40 kundan beri uyquda ekan. Boy so'zini davomlashtiribdi. O'g'lim, yurt ahliga ig'rofat bo'lyotdi. O'z aqling va parosting bilan bir ish qilginki, al-yurt ustozing va shahoting sendan rozi bo'lsin. Donish boyning gapini tushunibdi va boyga: "Bova, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim al-yurtga axlatlarini tozalayman." Donishning gapini olgan boy va boshqa vazir o'zrolar shoh otdilar uningga opirin o'qdi. Shuning bilan Donish ilohiy shamsharni uchun Tianshantig'iga qarab yo'lga chiqdi. Mingibdi. Oxir bo'di cho'qqisi yiroqdan ko'rinibdi. Kashkirginni sezmagan Donish bir joyni tep aram olish uchun atrofga qarabdi. To'yuqsiz yiroqdan bir nur ko'rinibdi. Donish nur chiqqan tarafga qarab mingibdi. Qarg'udek bo'lsa bir eski kap ekan. Donish kap oldiga kelib maloyimlik bilan unlik ovoz to'labdi. "Assalomu alaykum. Yiroqdan el-yurt uchun kelgan musofirman. Kapingizda birga oqshom qo'nsam o'rin bormidi?" Kap ichidan bir boy chiqib ketdi. Gerçi kiygan kiyimlari ko'ni bo'lsa-mu ratlikdan pokiz edi. Boy Donishni uyiga boshlabdi. "Va alaykum assalom o'g'lim. Qani oddiy kapimizga marhamat." Donish uy ichiga kiribla hayrona avasda bosiga turib qoldi.
Kapa sirtidan qaragan bilan oddiy kon ko'ringan bilan ichi uning aksi ekan. Tövrüklari yoqutdan, yerlari marmar qishdan bo'lib, uyning ichini kishi til bilan tasvirlagisiz ekan. Qani ishkirga marhamat. Tuyuqsiz boyning ovozi anglabdi. Danish uy ichiga kirib o'tiribdi. Hey qizim, qani choy kiring, mehmon keldi. degan ovoz bilan Danish o'z esiga keldi. Uchisiga chiroyli atlas ko'ylak kiygan, beshiga chiman do'pi kiygan sumbul chachliq bir qiz choy ko'tirguncha ishkir uydan chiqib akilibdi va boy va Danishga yenik salom beribdi-da, qaytib kirib ketibdi. "Bova, bu kim bo'ladi?" Danish boyni ajablanib so'rabdi. Boy cho'nqur nafas ilib olgandan keyin so'z boshlabdi. Hey, qani o'g'lim choy ishkin. Sen o'zing qaydin kelding. Nega mangding? Danish bo'lgan ishlarni va o'zining nima maqsaddan mang'anligini birini qo'ymay boyga aytib beribdi. Boy Danishning maqsadini bilgandan keyin gap so'zlashga boshlabdi. Hey, o'g'lim, men sening irodangga qoyilman. Biroq almisoqdan beri hech kim u qilishni ola olgan emas. Nurg'un boturlar shu sababli hayotidan ayrildi. Endi sen bormoqchi bo'lib o'tibsan. Men sana shu nasihatni qilay o'g'lim. Hargiz mol dunyo va shan shuhratga berilma. Shundala sen u qilishga erisha olaysan. Endi men sana bir hikoya so'zlab beray. Yeni bu hikoya bizga choy ilib chiqqan shu qiz to'g'risida. Biroq sening shu qishingga u qizchaq yo'l boshlay oladi, nishon bo'la oladi. Buni anglagan Danish boyning so'ziga hayron qoldi va boyning ish hikoyasiga kirib ketibdi. Boy hikoyasini boshlabdi. Qani choy iching o'g'lim. Bu qiz mening o'z qizim emas. Men bu yil to'p-to'g'ri 120 yosh ko'rdim. 20 yilning oldida shu xosiyatli qilish bir g'arni oldida o'g'lab o'tatdim. Tuyuqsiz qop-qora bo'ron chiqib hech nimani farog'at kelib bo'lmadi. Bir xoli joyim tep daldiga o'tdim. Qarasam, g'arni saqlaydigan yo'g'on ikki diva ikki odamni so'rgancha g'arga ilib kirib ketdi. Men qiziqib kayndan g'ara kirdim. Qarasam, meliqi divalar biri-biridan u odamlarni bir toshga bog'lab qo'ydi. Sinjilab qarg'udak bo'lsam, endi 3 oylik bo'lgan bir bovoq ordiki bir kishining qo'lida tatliq uyquda. Ana bo'lsa, hushsiz bo'lsin, u bovoqni bag'riga ching besib olgan. Men ishning chatoqligini sezib, osti borgancha bovoqni oldim-da, xurjunimga o'rab taloqqa qochdim. Devilar sezmidi. G'ardan chiqib bovoqni bexatar joyga yo'shirib, qayta g'arning oldiga kelsam, g'ar og'zi mahkam tosh bilan yetiklik. Shu saqlagancha bovoqni quchoqlab 3 kunduz saqlabdiman. Bovoq bo'lmadi. Keyin davonishib kapam yenib keldim. Mana bu qiz cho'pchong bo'ldi. Ot minish, qilichvozlik, ovchilik ilmlarini qo'ymay ta'sis qildi. Soq 18 kirganda men bir tush ko'rdim. Tushimda bir baloq beshida suv ichib o'tiribdiman. To'satdan bir to'p yo'rpari uchib kelib, ordim beri, "Hey bovoy, siz beqib olgan qiz mana mening qizim bo'ladi. Siz 18 yilning oldida shu qizni mening bag'rimda ilib ketib, hayotlik berdingiz. Mana u cho'ng bo'ldi. 20 yosh kirganda Mag'rib shahridan bir shahzoda keldi. U shu yigitga qo'shib qo'ying. Xislat ilohiy shamsharni olg'il yo'lga chiqsin. U yigitga mana bu misron qilishni, qizg'i bo'lsa mana bu yoq bilan o'qtanni bering. Devalarni qalsidan judo qilib, xislat ilohiy shamsharni tog'dan tushsin." deb ketib qoldi. Qarasam tushimkan o'g'lim. Qo'limda Raslovga engishtir turibdi. "Qani choy iching o'g'lim?" deb so'zini davom qildi boy. Danish boyning so'ziga hayron qoldi. U o'zining beshidan o'tgan sarguzashtlarini boyga so'zlab berdi. Boyning hikoyasini anglab qorong'im tushdi. Danish har xil o'ylar ilkida sir chiqib xayolga patdi.
Xo'rozning qichqirishi bilan Danish o'rnidan turib safarga tutish qildi. Boy Danishqa Zumratni bilan borsin. U ham barosatlik, aqlli qiz. Bu chaqda Danish qizning ismining Zumrat ekanligini bildi. Danish buningga nima deyishini bilolmay va buningga Zumratning o'zi nima derkin deb boyga qaradi. Boy Zumratga qarab, "Barg'in o'g'lim, zafar paytlari yetib keldi", dedi. So'ning bilan Danish Zumrat qilish va yavuqlarni Tanshandiga xizmat qilishni olg'il yurib ketdi. Boy ularning qarshisiga uzitib qo'ydi. Ular Tanshandiga qarab yuribdi. Yurganda mol yuribdi. Qancha davollarni eshibdi. Shuning bilan Tanshandiga yiqilib qoldi. Ular qo'rsqin to'yg'izib safar orduqin chiqarg'ash kashkirishni kutibdi. Atrofni qorong'ulik qoplaganda ular yilqi divilar yotgan o'nkirga yiqilishibdi. Tog' o'nkirining ichiga kirganda bir tilsimat eshikka yo'liqdi. Qiziqarligi u eshik odamga o'xshash gap qiladi ekan. "Hey odimizo!" debdi eshik. "Sizlar qilishni olg'il keldinglarmi? Ammo mening uch savolim bor. Shu savolga to'g'ri javob bersanglar, ishdan kira olasizlar. Bo'lmasa bu ishdan menga kira olmaysizlar", debdi. Danish arsalda bo'lib qolganda Zumrat ishonch bilan ma'qulligini bildiribdi. Eshik savolni boshlabdi. "Ay, bir narsa bor. Setib olgan odam biladi, sotquchi odam biladi. Faqat ishlatuvchi odam bilmaydi. U nima?" Danish o'yinib turib qolganda tuyuqsiz "Jinoza" deb javob beribdi Zumrat. Eshik ikkinchi savolni davom qildi. "Qandoq odam tabiatni xohlagancha o'zgartira oladi?" "Rassom", yana jalliq javob beribdi Zumrat. "Bir joy bor, kirib kelsa chiqqili bo'lmas. U qandoq joy?" "Qabra", deb javob beribdi Zumrat ikkilanmay. Tilsimat eshik shu omon ichibdi. Danish bu vaqtda Zumratning aql parosiga qoyil bo'ldi. Ham uning bilan birikkanligidan bakmi xo'shal bo'ldi. Qarasa ikki diva pushildab uxlayotgan. Uning yonida bir burkut bor bo'lib, ularni bayqab qopti. Burkut qanotlarini xiqirab yotgan ikki divini uyg'otmoqchi bo'lganda, Zumrat darhol yoni kelib, o'qdandan o'qni ilib tushib, tersil qolgan qo'tir burkutga shundoq etibdiki, o'q burkutning beshidan kirib tashqi sanjilibdi. G'arning ichi shunchalik so'rlikki, qarasa bir xil vahimalik kelib turgan. G'ayri ovozlar u bulun bu bulundan chiqib, Danish ham Zumratning badallarini titrak o'rlashtirib turibdi. G'arg'a kirib, Danish o'ganganchilik qilish vazig'ini ish qilib, uxlab yotgan divining beshini yo debli birinchi o'ldiribdi. Yenida uxlayotgan diviga qinni chachirib uyg'onib ketibdi. Ham qerinishning Danish tarafini o'ltirganligini ko'rib, g'azab ochig'i Danishga o'kirib hujum qildi. Danish qo'rqmas chaqqan bo'lg'achqa uning hujumini to'sib sakrab kelib yana bir divining beshini tenida juda qildi. Buni ko'rgan Zumrat Danishga qarab opirini aytibdi. Ammo ular qilishni hech yerini topa olmabdi. Zumrat divi taxtidagi bir o'rindiqda o'ltirib, qo'li o'rindiqning yon tarafidagi burjuga tegib ketibdi. Shuning bilan ajoyib g'aroyib ovozlar bilan yer ostidan to'rt qatak bir uy ko'tarilib chiqibdi. Bu uyning eshigini ichib qarg'udak bo'lsa, o'ttirda bir qilish bor bo'lib, u qilish nur chachir ekan. Danish "Bismillah" deb qilishni ilib bir shiltibgan atrofda bor bo'lgan devorisi, tilsimat eshiklarning hammasi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qarg'udak bo'lsa, Zumrat bilan Danish o'zini tog' sirtir ko'ribdi. Ular shu vaqtda bu yerning tilsim qilganligiga ishonibdi. Danish xalqni o'ylab darhol yurtiga yurish qilibdi.
Qaytish safarining yerimda ularga hashamatlik bir qasr yo'li qildi. Ular biroz aromni elib olmoqchi bo'lib, qasr ichiga kirib qarasa, ayhannas, bu aslida intoyin hashamatlik bezalgan bir to'rxona ekan. Ichida millionlab kompyuterlar bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi podsho begzarlarning o'zaro aloqasini va jin shayotlarining eng ahvollarini nazorat qilib turdi ekan. Bular ko'z oldidagi bu manzardan hayronas bo'lib turganda, beshig'i seriq salyoga olgan, o'chki soqol qo'yib olgan to'lim bir ko'rimsiz shakar bularning oldida paydo bo'lib, qo'lashmagan harakatlar bilan salom beribdi va Kimsizlar, mana kimsizlar? Mening ismim Mirzo Abdutursunim. Biz boya ishqillarning bu yoqqa kelayotganligini kompyuterdan ko'rgan. Musofirda qilsalar. Xo'jayin meni sizlarning oldinlari qarshi chiqyapti. Qani xo'sh. Bu yoqminglar. Xo'jayin sizlarni saqlab qoldi. debdi. Bular Mirzo Abdutursunimning keynidan agishib, ostiga 3 qavat, ustiga 4 qavat o'rlagandan keyin o'zlarini hashamatlik bir vojirda ko'rishibdi. Qarg'udak bo'lsa, vojirning to'rsida noyit yugan Alayzal 51 so'mlik bir kompyuter qo'yuqliq. Kompyuter oldida beshidan necha suygan oqsalli yo'g olgan Molla Musbat biri adab mashg'ulot qilayotgan. Ikkinida biri o'riq ham egiz, yana biri simiz ham pakar, diqmoq ikki maxluq bu mollani adab yalqotgan emish. Haliqi Molla Musbat kishi ko'zini kompyuterni uzmay turib, "Hey, mirg'inlar edin. Mehmonlar usig'amdi. Berib choy sungun ularga." deyishiga Haliqi o'riq egiz maxluq olchanishib ma'guncha Shahzoda bilan Zumratga choy keltiribdi. Zumratning ko'zini uzmay seriq tishlarini chiqargancha ijarab turibdi. Buningdan Shahzoda noyit xo'rliq his qilibdi-yu, lekin chandurmabdi. Molla Musbat kishi yana "Hey, mirg'inlar olib bom. Mehmonlarga beg'imizning sherin mevalardan keltir." deyishiga Haliqi simiz ham pakar maxluq domilg'andeklar mingib oltin patnusta turli mevalarni hozir qilibdi. Shahzoda bilan Zumrat choydan o'tishib mevalarni yeyishib, horliqlari chiqqandek bo'lishibdi. "Qani aziz mehmonlar," deb gap boshlabdi Molla Musbat kishi. "Mening ismim Abdu Haydar Najmiddin Beninijat bo'ladi. Men sizlarning na'dan kelib, na ketayotganinglarni, nima ish qilishinglarni, nima ish qilayotganinglarni, qisqasi hamma ishlardan to'liq xabardorman. Chunki bizda sizlarning aybiyotirsinglar bor. Tushunishib qilib aytganda, bizning qo'limizda aybiyotlik jillar bor. Ular sizlarning kaynonlardan xuddi soydeklar ayishib yurib, sizlarga oid kuchurlarni bizga dal vaqtida yo'llab turadi. Boy ko'rsatgan botirliklarning hamini ko'rib turdim. Donish, sen haqiqatan shirak azimat ekansan. Lekin botir yuraklar bo'lib aql bo'lmas bo'lmaydi. Sizlar o'ylab baqdinglarmi? Xislatlik qilishni qo'lga keltirish uchun osh 2 kilo devni o'ltirsa ish bitamdi. Na'dunda oson ish bo'lsin o'llarim. Ochiqini aytganda sizlar allabir nishonlazgan edinglar. Sizlarning chiqqininglar Tangri emas, u yomonlik tig'idir. U ikki diva shu tog'ning egisi bo'lmish. Hazrati Nuh alayhisolamning armak qayvini olgan qilchinglar bo'lsa, Hazrat Nuh alayhisolamning olmoqlab yetgan bag'isi xolos. Sizlar ilohiy shamsharni qo'lga keltira olmay qolmasdan balki Hazrati Nuh alayhisolamning o'chishini tegib qo'ydinglar. Xayr, buning amalini qilamiz. Hazratimga men yo'l bo'lib uning ochiqini bosay. Buning uchun uzumzorda so'rin tayyorlashim kerak. Danani nadonlig'lardan ma'morcha chiqqan bo'ldi. So'rning pulni sendin danish, Hazratni ishlash mendin. Ondan sizlarga Ahoy Bobur Puxur otliq yo'lboshini qo'shib qo'yman. U sizlarni Tamartig'ining etigiga olib qo'ydi. U yerda Vuyubota, Ahay Yulg'un, Voyvoy Oskar qatorliq botir sarkarlarim, tuman lashkarlari bilan sizlarni saqlab turdi. Sizlar ular bilan bosh qo'shib bilijang hozir qilinglar. Sarkarlarim tuman lashkari bilan ilohiy shamsharni saqlab etgan jin shayotinlarni o'zgaram qilib jang qiladi. Sizlar fursatdan foydalanib Tamartig'ini aynib o'tib, ilohiy shamshar ko'milgan joyga borsizlar. U yerda yo'liqqan mushkulotlarga o'zinglar bir amal qilinglar. Men sizlarga faqat mushinchiqlar yordam qila olmayman. Esinglarda bo'lsinki, haqiqiy ilohiy shamsharning yuzida to'lim nafs qilib o'yilgan Uyg'ur sen degan xat bor. Soxtisi yo'q. Shamsharni yana xato ilib yurmanglar. E'lon qilishmanglar. Qanamsi yo'lga chiqinglar. Sarkarlarim yo'llar ko'p qaratmanglar.
Şahzadı Danish bilan Zumrat Abdayder Neymiddin Beninjatga ko'p tashakkurlar aytishib, Ahoy Bobur Po'xuyning yo'lboshi bilan Tang'irtaga qarab yo'lga chiqibdi. Alqsa Danish bilan Zumrat Ahoy Bobur Po'xuyning yo'lboshi bilan Shixslatdek shamsharni olg'olmoqdi. degan ovozni anglab, bularning hammasi to'xtab qoldi. Qarasa, Mirg'il Nabidan chiyiq ter bilan yugurib kelyotgandek. To'xtanglar desam, to'xtashmaysan. Adam yugurib. Abdaydir bilinjatdin. Yo'q. Torxanning tolbin minglar. debdi. Buni anglagan Danish bilan Zumrat anqira olmay qoldi. Ular o'zini tilsimat o'xshaymiz deb o'ylashibdi. Shuning bilan ular Mirg'ali Nabidonga ergishib mangibdi. Bir oyda deyidin yo'g'on bir kishi yo'g'on uzun bir so'zlikda so'zlab o'ltirgandek. Mirg'ali Nabidon bu dengiz qaraqsi kapitan degan shu debdi. Ular aylanib shundoq cho'ng bir zalga kiribdiki, uning cho'ngligi kishi bilan til tasvirliksi ekan. Mirg'ali Nabidon oldiga 999 dona kompyuterni tizilgan bu balni tanishtirib, bu Prigori Rozamir degan odam shu debdi va buni anglagan Prigori Rozamir so'z boshlabdi. Assalomu alaykum xizmatlar. Men sizlarga to'xtalishga kiraman. Sizlar bu yo'lni olsanglar, o'tin sehrli qilishni oldirsizlar. Agar bu yo'lni olmasanlar, yo'lni yurg'un tasavvurga uchraydi. Xudo haqqi. debdi va Danishga 3 tal pay beribdi. Bu bizning o'rnida Hilmi Abdul Ahad yanında bir botir bor. Beshinlar kun tushganda bu payni ko'ydirib Uyg'ur senlar to'g'risanglar, u palvon paydo bo'lib sizlarni g'amda o'tkazay. debdi. Shuning bilan ular to'xtovligiga kiribdi. Hayt-huyt degicha bular o'zini yo'g'on bir g'ar darvozasi olib ko'ribdi. G'arning ishiga oldiga kelishiga u yerda nurg'un jin hayotlar bularni qo'rishyapti. Bularning ko'pligiga qarab Danish Ahoy Bobur Po'xuyga debdi. Tang'irtaga itigan sarkarlar bor degan edim. Qanday qilamiz? debdi. Buni anglagan Bobur yonchuqidan 4 jasa bir narsani ilib qarabdi va o'z-o'ziga Atla, Shinxo yo'q-ku. deb tog'ning ustiga chiqib Vuyubotaga telefon beribdi. Vuyubotaning telefoni nihoyatda tasda elinibdi. Assalomu alaykum. Bu Xinjiang Savdo uchur aloqa şirketi yan telefonda yo'lga qo'ygan tahrir qiling bekiti. Biz sizning qisqagina zerikish vaqtingizni eng xo'shalliq vaqtlarga aylantiramiz. Öz maylini bilen hergiz bulunursun bu mecbur bilen. Assalomu alaykum, kim o? Voy, Vuyubota, oldinglarmi? Tez kelinglar, biz jinlar qo'rshog'ida qoldik. deb to'labdi. Qarshi tarafdan intayin uchiq bo'lgan ovoz uzuk holda anglabdi. Vey! Ahoy Bobur Po'xuymi? Chiroq ketdim, anlayolmadim. Biz bir top jinlarning orasida qoldik. Tez kelinglar. Voy! Bu adashingizga kichik serak ishlatmatsam bo'lmaydi. Dedim, biz hozir maqulmiz. Biz sizlar bir amal qilib turinglar. Voy! Bu bir top jin alvaslarning chiroylari ajoyib qo'rqinch bo'lib, ba'zilarining birli ko'z bor bo'lsa, ba'zilarining 3 ko'zi yana peshonsida qalin ko'zdek yo'g'on bir ko'z bo'lib, ko'zlarini uchqun chachirab turdi ekan. Ularning eg'izmi alomat yo'g'on bo'lib, tishlari sirtqa chiqib turadi. Lavlari xuddi hozir qon ishganda qip-qizil edi.
Ohoy Babur Pokoylar bundaq qo'rqinchli maxluqlarni tunji qatim ko'rgachga qo'rqindan o'shini yo'qotgandi. Danish bilan Zumrad Baburni bir chetga yotqizib qo'yib, bu jin alvaslar bilan ilishib boshladi. Danish bilan Zumrad jin shayotlar bilan ilishayotgan vaqtda bir go'zal tish alvasti hushsiz yotgan Baburni ko'rib, uningga oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Hamda darrov uningga har xil afsularni shiltib, uni ilib qochdi. Buningdan Danish bilan Zumrad xabarsiz edi. Danish bilan Zumrad jin alvaslar bilan ilishib holsizlangan vaqtda Vuyubota askarlarni boshlab yetib keldi. Ular birlikte qirchap bilan jillavoslarni yer bilan yekson qilib etdi. Jang oxirlashgandan keyin hamma ordu qalg'ash o'tiradi. Tuyuqsiz Vuyubotaning telefoni sayrab ketdi. Qarasa, Ohoy Babur Pokoy edi. Shundala ular bu yerda Ohoy Babur Pokoyning yo'qligini bilishdi. Vuyubota telefonni oldi. Telefonda nihoyat inchga, lekin odamni sur bosilgan ovoz bilan Baburning "Qutquzinglar, qutquzinglar" deb ichish to'lgan ovozi anglandi. Shu asnoda Vuyubotaning telefonining batareyasi tugab ketib, telefon uzilib qoldi. Vaqt qis. Danish bilan Zumrad ilohiy shamsharni ilib tezlikda yurtga qaytmas bo'lmaydi. Ahoy Babur Pokoyni mujazman qutuldirish kerak. Uni mo'shundaqla satanjining qo'liga tashlab qo'yishga hech kimning ko'ngli olmadi. Shuning bilan ular birlikda kengash o'tkazmoqchi bo'ldi. Ba'zilar dedi: "Man qaysa? Ay, hammadan bor. Ilohiy shamshar munjima. Boshqa ishlar bilan qarimiz bo'lmaydi. İlahi şemşerini qo'lga surib, shaxsan Danish bilan Zumradni asta bunda. Yutqizib to'lajma. Yana ba'zilar dedi: Gütoza man qapasna. Hammadan Ahoy Babur Pokoyni oldidan qutqizib baqina. Bo'lmasa, buni satanjini uninga bosqinchi qilib soldimaqmi? Ahoy Babur Pokoyning ras ajroq. U jinning elisiga baraq bermay o'zini jinga mayna qilib berishlab salsa, uchoqda ishdan chataq chiqmamda. Dah Şinjaqning elisi qarshilarining xayrisi uning qo'lda. U jinlar bu xayriyatini ilib olsa bizni ayin tepsidi. Gütoz poqvash jinlar qasrmirga bosib kiradi. Da pasbarimiz Abduaydar Najmiddin bin Nijat qoyimni kalasidan qirtliq qilib ilvassa qana qilmas. Durustmi? Biz da ilohiy shamsharni qo'lga keltirib, ani qasrga yurish qilgan bilanmi? Bekavi. Qanaqdimi da meni xiyilla. Yana ba'zilar mundaq mutiqsiz fikrlarni berishdi. Vallahi. Danishga samalaya bilanza. Oldi bilan Danish bilan Zumraddan to'yni mashhadlik qilibman-qa. Bir kun Rasul o'ynab qanday janglar shunday qilmamda qanday dedim balla. Ular bir mahal talash tartishdan keyin oxir mundaq kelishdi. Yardımcı qo'shin sarkargisi Voyvoy Oskar bilan qo'g'dish qo'shin sarkargisi Ahayulg'un olti tuman lashkarni ilib, oldi bilan Shinjong liniya qasriga berib, Satangjinning o'rnini bekitgandan keyin Voyvoy Oskar 3 tuman lashkar bilan Satangjinning diyoriga hujum qilib, Ahoy Babur Pokoyni qutqizgan. Ahayulg'un 3 tuman lashkar bilan qilib Shinjong liniya qasrini qo'g'laydigan. Hujumchi qo'shin sarkargisi Vuyubota shaxsan Danish bilan 4 tuman lashkar birlikda ilohiy shamsharni saqlab yotgan alvasti bilan Keçim kütüz jang qilib, ilohiy shamsharni qo'lga keltirishmoqchi uchun bo'lishdi. Kengash oxirlashdi. Sarkarda azmatlar o'z nishonlariga yetish uchun to'lparlarini choptirib, qo'yiq to'pchang ichida ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Alqsa, sarkarda azmatlar to'lparlarini choptirib to'pchang to'zib ketib olsa, Iroqdan dahshat qo'rqinchli bir qo'yin udul sarkarlar tarafga qarab ketdidek.
Ular qattiq g'ayrat ichida toza sinchilab qarasa, u qo'yin bo'lmasdan ilohiy shamsharga ig'dorchilik qilib yotgan g'oyat zo'r dev sifat yalmog'izning topinosidan to'zg'an to'pchonlar ekan. Serkardilar yalmog'izning buncha tez yetib kelishini xiyolga keltirmagan bo'lg'achqa sarosiga tushibdi. Ajab tez yetib kelibdi bu yalmog'iz, deyishibdi hamma birdek. Yalmog'izning guz-guz tastashlaridan yer-jon zilzili kelibdi. Asiy, ichimizda Asiy bor ekan, deb o'ziga picharlabdi Sarkarda Vuyubota. Durust, Sarkarda Vuyubota to'g'ri topgan edi. Asli Mirg'ili Nabidundan Shahzoda Donish bilan Zumrat Abdaydar Najmiddin bini nijotdan ko'rsatmamiz bo'yicha qasrdan ayrilganda ushbu yalmog'izga qaltuchur yo'llayotgan ekan. Mirg'il Nabidundan dal mushu yalmog'izning o'yga yensi bo'lib, Shinjon diniy qasrga suqinib kirib olgan ekan. Ahvol chatoq. Botirlar o'zimizni o'qitib qo'ymaydi. Asl bilan bo'yicha ish ko'raylik. deb tovlabdi Donish. Durust, ahol yo'lunda Voyvo'skal tezlik yo'lga chiqinglar. Donish bilan biz yalmog'izga jangaynon qilaylik. Amon bo'lsak, cho'ng bozorda jam bo'lamiz. Qani azmatlar, sulqonlarni qiynoqlardan chiqaringlar. Ulo! deb tovlabdi Vuyubota. Ayolg'um bilan Voyvo'skar Misron qilishlarini qindan yo'lib, Shinjon diniy qasrga Satanjinning o'rnini bekitib kelib, Vuyubota bilan Donish yalmog'izdan jang qilg'ilotlanibdi. Vuyubota to'xtamay qon yiqotgan putiga poytimizda o'rilishni unutgan holda, Donish boshliq botirlar bilan yalmog'izlarga shundoq aytilibdiki, ayhanmas. Ularning ayvisini ming'an yalmog'izlar titrakda ishtonga chiqaribdi. Kilişe ak pişmaklar. Mana, hop oldu mu? Üle taza, vu ananı, toya taza, mana sizlerge. Mana bu Donishning jang maydonidagi botirligidir. Vuyubota Donish Zumratlar boshligiga 4 tuman kishilik qo'shin mana shunda qirchaplar top to'g'ri 3 kecha kunduz chaqlama jangdan keyin Aram deganda g'alabga erishgani bo'pti. Lekin barliq lashkarlari qurbon bo'lishibdi. G'oyat zo'r alvosni ig'irlantirib uni tiz bitiribdi. İlahi Şemşer nerede? deb o'kiribdi Donish. Vay can, bir qo'shiqimning kechim var. Ondan sizlarga aytib beray. Voy anamay, bo'lmasa 500 yil vaqt bilan o'g'ilni izlab topolmaysizlar. Dal 500 yilda mening avlodlarim cho'ng bo'lib, Allohlik muqomiga yetishadi. U vaqt yana bugunkida qonliqjon qilasizlar. Bo'pti Xayr, bir qo'shiq qiynaldi kesh. Tez et, Şemşer nerede? debdi Vuyubota. Vay anamay, Tanrı'nın tumur çok kısa yana Tarım deryasından baş yakınıda. Vay amin baba, vay anamay. Bunu anlagan azmatlarning demiga tushib ketibdi. Chunki Tarim daryosining bosh yaqinining o'zimi necha ming chaqirim keladi ekan. Şemşer'ne qanday qilmoq kerak? Bosh yaqinning o'zlar necha ming chaqirim kelgan tursa, uning ustiga daryo suvi shuncha ulug', shuncha cho'nqur tursa, deb so'rabdi Vuyubota. Vay canım, vay yaptı başlık alma ağzanımay. Emsi 3 metre tabak gibi koysak bulamdı. Tazım bir adaşlar bu. Vay putam, vay kanı yeni bir konu olayım. deb jil bo'libdi olvasti. Emsi onu saat kanda kalmak gerek. Tal vakti alma, bolmaz kallanmalımız. deb ayol ko'rsatdi Donish.
Әмсә, бірден бір амал, дәрия yo'lishini o'zgartirish kerak. Qaydadan bir daryo yaqini qizib, asliki daryosini shunga yetkab. Voy qo'lim, ilohiy shamsharni olmoqdan bilak tanlash yo'q. Debdi diva xiyqirab. Demak, bundan boshqa amal bo'lmasa, shunda qilmayim bo'lmaydi. Әмсә, bizga yo'l boshla. Ilohiy shamsharni olmay qo'ymaymiz. Debdi Danish. Shuning bilan ular jabdulashib Tarim daryosining bosh eqini qarab yo'lga chiqibdi. Endi so'zni Ohoy Bobur Po'qoy bilan uni qutuldirib minishgan Vayvoy Oskar bilan Ahay yo'lg'ini anglayli. Vayvoy Oskar Ahay yo'lg'alar Ohoy Bobur Po'qoyni izlab yeliq satan g'alvasining hujrasiga kelibdi. Ular eshikdan kiribla hong-tong bo'lib bir-biriga qarashibdi. Aslida u Alvaslar malikasi Shahri Xuma Ihbar Anbiya edi. Ohoy Bobur Po'qoy 99 qat ko'rpining ustida sunaylib yetib, Nasol bilan o'zini beyish qilib yotqanmish. Alvaslar malikasi Shahri Xuma Ihbar Anbiya Vayvoy Oskar bilan Ahay yo'lg'alarini ko'rib, kulimsirgan holda hurmat bilan o'yga boshlabdi. Qani o'yga marhamat chivandozlar. Vayvoy Oskar bilan Ahay yo'lg'alari bu manzarani ko'rib bir-biriga hong-tong bo'lishibdi. Boshqa kelganini ko'rarmiz deb misron qilchini yerim olata qandan yulib bosqodim putni atlabdi. Qani Mirza Malay nishon, mehmonlarga sharaf keltiring, ularni yuqoriga boshlayli. Burni panoq, ko'z kichik, yuzini tik besib ketgan yumloq tavuz bir shaytonni jin paypaslığınca ularga ikkab qurmay sunibdi. Tarang turum ovoz bilan Ahay yo'lg'in may tutgan shayton jinni misron qilchi bilan ikki pora qilibdi. Aslida bu absuni qilgan may ekan. Shu asnoda Alvaslar malikasi Shahri Xuma Ihbar Anbiya qochmoqchi bo'lib sirtqa yugurishga urinibdi ekan, Vayvoy Oskar bosq tuyda to'sibdi. Bizning suyimli Ohoy Bobur Po'qoy nima qilding? Ayta. Ohoy Bobur Po'qoyning masxushatini ko'rgan Ahay yo'lg'in alam jilmay Shahri Xuma Ihbar Anbiyadan javob kelgach, bor kuch bilan Alvaslar malikasiga xanjar uribdi. Malika yerga shon yiqilibdi. Shu zaman osmonni qor bo'lib besib, Malikaning tindan bir badbashir alvasti sho'ng'ib chiqib avval laylab turibdi. Senlar meni o'ltirisholmaysizlar. Mening 7 jinim bor. Qolgan tanga sinib kira olayman. Sizlarning xanjar urg'oninglar Lemiya Mundirning malikasi. Men uning taniga olib Ohoy Bobur Po'qoy apin apsini masx qildim. Deyince Mirza Malay nishonni so'rab isteklar bilan g'oyib bo'libdi. "Hey Isit, yalmog'izni qochirib qo'ydik" deb o'ksinibdi Vayvoy Oskar. Nima degan bilan Ohoy Bobur Po'qoyni qutuldirib qoldik. Qolganini keyin ko'rarmiz, debdi Ahay yo'lg'in. Lekin Ohoy Bobur Po'qoyning holi qarg'ina, o'likdan farqi yo'q. Xuddi tirik murdning o'zi. Uni mushu biti Shinjoniga qasrga olib borsak, Abduhaydar Najmiddin bin Nijatdan talishishimiz turgan gap. Yana teg'i Shahri Xuma Ihbar Anbiya bor. Uning xun so'riqini qandoq beramiz? debdi Vayvoy Oskar. Ohoy Bobur Po'qoyning holi bekli qarab edi. Turib saranglardek kuladi. Turib savdolar chig'laydi. Turib talonlarcha chachlarini yulib, o'zini qachatlaydi. Turib Malik ihborim deb ko'rgan odamga eslatdi. Ikki sarkarda uning bu holiga qarab to'lim ichinib boshlarini chayqashdi. "Hey, aytishlar qaraganda" deb so'z oldi Ahay yo'lg'in. Taklimukan cho'llikining o'tirsida Beg'amlar shahrida bir shahar bo'lganmish. U yerni hozir qum besib ketganmish. Shundaqdimi Luqman Akin deydigan dangdar tevib shu yerni makon aylab yashab o'tibmish. Rivoyat qilinishicha, u tevib har qanday kasalga shifo berish bilan birga o'likdan tirildirib olamish. Bu gapning ishonchlikmi? so'rdi Vayvoy Oskar. Albatta, yodingda bormikin Vayvoy Oskar? Bundan xeyli yillar ilgari bizning muhim furqat o'qu atiq bir sabitishimiz bo'ldigan. U hozir alam bilan qalam tashlab
u zotga shogirdlik kirganmish. Uningdan tibobat ilmini o'rganib tutmish. deb javob berdi Hayulg'un. Belengib, undaqda nima qarab turmiz? Darhol Beg'ambar shahriga otlanayli birodar. O'g'il Bobur po'qoyinda olib, shahri xumor ihbaram bilan tirildiralsak ajab emas. Sabab qilib boqayli. Degenicha etiniga qamchi urdi Voyvoy Oskar. Endi gapni Shahzoda Donish Zumrad va Sarkarda Vuyubotdan anglaydi. Ular devining bir qo'shqindan kechibdi. To'satdan Donish Pirgor Rozambardan bergan 3 tal peyisi kelibdi. Chunki Tarim daryosi bosh eqindagi suvni yo'tkashga amoz qilgan edi. U payni Vuyubotning chaqmog'iga ko'ydirib Uyg'ur siyenda bir yil to'g'latgan Pangu Abdulahat yen degan osmondan uchiblar kelibdi. Uning soqollari shundoq o'sganki, Uyg'ur qizlarining chechidan uzun ekan. Shuning bilan ular o'zining yo'liqtirgan qiyin ishni bu palvon debdi. Pangu Abdulahat yen palvon qaqoqlab kulib turib, Sizlar g'arib savatni ko'rganmi? Shuning uchun Shosim bilan shogirdimning shogirdisi. Bunchalik ishlar men uchun kichik ish. deb qo'lni u yoqqa bu yoqqa o'ribdi va soqolni bir daryo ustiga qo'yibdigan. Daryo suvi shu amon to'xtab daryo o'tirdan tez suratga tashloldim bir paydo bo'libdi. Bularni ko'rgan Donish Zumrad va Vuyubotalar og'zini ochib qolibdi va bu palvonga oprin aytishibdi. Shuning bilan bu palvon, Men sayram kunda turaman. Mehinim bor. Qiyinchilik qo'yqanda yan chaqirasizlar. Xayr, Alloh omonat. deb osmonga o'rlab bulutga minib ketib qoldi. Bu uchi qarg'odak bo'lsa shundoq siliq bir yo'l. Ular xo'shaliqdan sakrabli ketibdi. Shuning bilan ular xo'shal bo'lib yo'lga ravon bo'lishiga oldida chaqmoqlar chiqib to'nish bir paydo bo'ldi. U bo'lsin yalmog'izniki o'rganisi mirg'il Nabidundan ekan. Uning kekashlab so'zlaydigan tillarimi saqayib ketibdi. U yo'kirab turib mundoq debdi. Sizlar mening 7 iqlimni so'rab kelgan o'gay akamni 7 iqlimda deb etmas qilib qo'yibsizlar. Akşam yalmağız akamın ko'nglarim akam bilan jangali ayşe restoranda g'azabli o'tkishga shamini so'zlab berdi. Men bugun qissa solg'ini keldim. debdi va inidan Gulchin Shir-Shamshirini chiqarib ularga g'azab bilan qaratibdi. Buni ko'rgan Donish bilan Zumradning bakmi ochiq ketdi va qilichini beg'irdan sug'urishiga Vuyubota ularning qo'lini to'sib olib turib, Asli Mirg'ili Nabidundan Abduydan Najmiddin bin Mijatning bir dong'i sarkardasi edi. Ammo u Yalmog'iz sarpidan sehrlanib mushtaqib qoldi. Shuning bilan uni Yalmog'izning o'gay inisi degan fitni ehvollar tarqatish boshladi. Asli u undaq emas. Biz cho'qim unaga do'stligimizni yetkazib, Yalmog'izning sehrini yo'qotib, uni ozodlikka chiqarishimiz kerak. debdi. Donish tibobatdan xabar bo'lg'achqa uning zargarligini ko'zi qarab his qilibdi. Shuning bilan ular Mirg'il Nabidundan bilan shundoq qattiq jang qilibdi. Ammo Mirg'il Nabidunga zaxm yetkazmabdi. Aqlliq Zumrad yo'qini oltin sho'yinsiga bog'lab, uningga shundoq bir etibgan, bog'linib qoldi. Donish tilini chiqar debdi. Nabidundan joyil bo'lg'achqa tilini chiqarmabdi. Ular Mirg'il Nabidundan urib bo'shidan ketkizib qo'yib, uning tilini chiqarib ko'ribdi. Haqiqatan uning tilida Yalmog'izning tilsim ism bor ekan. Donish tong ustiga chiqib go'yoki davo degan o'simni hintib kelib, uningdan dori yasabdi. Donish taqqa yomish jarayonda nurg'ulg'an o'simliklar uning gap qildi. Men undoq kasalga davo, men bundoq kasallarga davo deb chuqurishibdi. Donish bular qarab kulimsirab qo'yibdi. Mirg'il Nabidundan taxminan bir qancha soatdan keyin ko'zini asta ochibdi. U o'z atrofidagi bu uch kishini ko'rib, ular qarab illiqqina kulimsirabdi. Voyvoy Oskar bilan Hayulg'un O'g'il Bobur po'qoyini saqlash uchun Mo'g'ul Furqat o'g'oning qishiga izlab beribdi. U dorigarlik ilmida kamolat ketgan bo'lib, u turgan joyda har xil o'simliklarning ko'zi, og'zi, quloqlari bor ekan. Va har xil kala boshliq, yo'lbos boshliq, shir boshliq odamlar u yerda ishlayotgan. Bular bu karomatni ko'rib, yoqilari ishlab tova deyishibdi. Qarg'udak bo'lsa, durbunning ko'zoynakdan birini taqab, biri bir bug'uni operatsiya qilayotgan. U kishi bug'ga shundoq bir o'q uribdikan, shu amon bug'ga qanot chiqib, sakrab yugurib uchishga boshlabdi. Assalomu alaykum Mo'g'ul Furqat o'g'o, deb so'z boshlabdi Voyvoy Oskar. Uningcha Sharifbachaq Ahayulg'un Daral Xurjunning sing'ayan ko'zini Mo'g'ul Furqat o'g'oning oldiga to'kibdi. Şu an Mo'g'ul Furqat o'g'oning Go'ristanda qop-qorong'i saynasi valida yorib ketibdi. Ey xanunas, nimandaq ko'p kayarlar bu.
Moxo Furqat o'g'lining ko'zlari qamishib oldi turgan Voy Oskar bilan ay o'g'lim aniq ko'ra olmay qoldi. U mushash kelgicha teqi buncha ko'p mol dunyoni uxlab tushunib ko'rib boqmagan ekan. Moxo Furqat o'g'lining go'arlarini ko'rib ahillal bo'ldi. Shu asnoda Voy Oskar endi fursat keldi deb o'zlarining Moxo Furqat o'g'lini izlab kelishga maqsadni yetishibdi. Moxo Furqat O'g'oy Bobur Po'qoyni davolab saqaytishga va'da beribdi. O'g'oy Furqat Po'qo bir kecha kunduz doğru yasab O'g'oy Boburni qutuldiribdi. Hamma birda qo'shaloqda sakrishibdi va O'g'oy Furqat Po'qoning uchar gilimini arzon bahosi to'lib, Vuyu botaning qishiga qarab yo'l olibdi. Alayzil 2 kecha kunduz yo'l yurib, ular Vuyu bota va donishlar bilan ko'rishibdi. Birlikda g'orning oldiga kelibdi. Bor kuchlari bilan g'orning og'zini ichib, vurrog'i vaqirab g'orga bosib kiribdi. Lekin tilsimat g'ordan chiqqan mo'nglik sekrlik muzika hamini buyushtirib qoldi. O'g'oy Bobur tush ko'ribdi. Tushida Shahri Xumar Ipar Anbiya Boburga qidab uni "Vapasiz kim meni o'ldi deydi? Mehdi hayat, sen darhol o'rningdan turib, oldinga 41 qadam mangsang, o'ttirda yumaloq shakl sızılgan bir yerni ko'rsan, gel o'ttirga kelib qattiq bir netab, lekin peshchon tepatmayjimu, putung og'rib ketadi, men chidamayman. Seni yer ostiga atishdi-da, u yerda nurg'onlagan go'zal qizlar seni mahliya qildi. Ularning yedi mehriga aldanma. Ularning hammasi odam siyoqi olmasdilar. Oldin qarab menga shu chog'da qizil rangli bir ishi ko'rindi. Sen assalom deb o'ng putung bilan kir. Uy ichida bir mo'may bor. U mo'may sana putumni tutib qo'y dedim. Sen uni sanab turib 99 marta tutib bo'lgandan keyin men Shahri Xumar Ipar Anbiya izlaydim. Sen o'zing yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Xayr, sen axlol tilayman. Xayr. O'g'oy Bobur Po'qoy tushidan uyg'onib, Shahri Xumar Ipar Anbiyaning degani bo'yicha yo'l elibdi. Rost degandek 41 qadam minibdikan, chambar shaklida bir yer bor ekan. Yerni qattiq birini tepibdikan, yumaloq yer yerilib liftdek ostiga tushibdi. U yer osti yo'llariga qarab hayron qilibdi. U shu yo'lni bo'ylab minibdi. Bir yer kelganda bir to'p nozillar O'g'oy Bobur Po'qoy deb to'labdi. O'g'oy Bobur bularni ko'rib ahillal qoldi. Chunki ular shunchalik go'zalki, odamzot dunyosida bunday kishilarni topmoq basi mushkul ekan. U Shahri Xumar Ipar Anbiyaning so'zini o'ylab, ularga nazarim olmasdan oldi qarab mingaveribdi. Deganda qizil ishik va mo'may ko'rdi. U tushida ko'rgan bo'yicha mo'mayning putini 99 marta tutib o'tib, Shahri Xumar Ipar Anbiyani izlaydim deb degan, u mo'may uningga bir tal oshishni berdi va o'yishga bir kichik ishni ko'rsatdi. U oshqish bilan ishni ichib qarasa, buning ichi bir bo'stonliq bog' ekan. U bog' kirib aylanib Shahri Xumar Ipar Anbiyani izlabdi. Bir chaqda bir top kaptarlar uchib ketdi va bir silkilibla odam siyoqiga ketdi. Ularning orasida Shahri Xumar Ipar Anbiyan bor ekan. O'g'oy Bobur buni ko'rib o'shirin ketibdi. Barkamda ko'zni asta ochib qarasa, Shahri Xumar Ipar Anbiya beshib turgan va "Voy opasiz, nimishqa meni tashlab ketsan? Men asli ko'y qapni ishkin boqadigan tarishning qizlari edim. Bir kuni biz ko'y qapdan kaptarga aylanib uchib, oroldiga berib qoldik. Tuyuqsiz tekkan yog'di meni zaximlantirdi. Asli jinlarning shoyi o'qigan. Ular meni jinlarning shahzodasiga tegishga majbur qildi. Ay, odam go'zal o'tkazbek amal yo'qdim. Unimsa meni asliq Allohga o'zgartirdi. Men yana tarishlik xalqqa yenib keldim. debdi. Buni olgan Bobur intayin qo'shal bo'lib ketdi. Shahri Xumar Ipar Anbiya O'g'oy Bobur Po'qoyni farishtalar bilan yuz ko'rishtiribdi. O'g'oy Bobur Po'qoy o'zining xislat qilishini izlab kelganligini aytibdi. Farishta to'liq mushkul ish qilibsizlar. Bu qilishni sizlar yotgan g'orning o'ng tarafida bir o'nkir bor. Shu g'or yeti deb izohlaydi. Ular bak yomon, aqlinglarni ishga silib u qilishga ega bo'linglar debdi. O'g'oy Bobur Po'qoy rahmatini bildirib qaytirganligini aytibdi. Shahri Xumar Ipar Anbiya mu men borman deb ching turibdi. Farishta amal yo'q ko'y qapdiki sumruq o'ltirg'izib, bularni g'orga mangdiribdi. Sumruq bir qanot qirtgan, oy tutdigicha g'orga ketdi.
Qarasa, g'ardi kishilarning hammasi uyg'onib, O'xoy Bobur Po'xoyni izlayotgan. Ular O'xoy Bobur Po'xoy va Shakri Xumar Ipar Ambiyani ko'rib, hayron qolibdi. Sen alvastini men o'ltiribsam, bu yerga nima ish qilsan debdi. Bu ikkisi kulib bo'lgan ishlarni ularga deb beribdi. Sabdoshlari xo'shal bo'lib ularni tabrikladi va har ish so'z bo'yicha qorong'i o'ngirga qilichini olib yuribdi. Alqisa chavandozlar o'ngirishga qarab yo'l yuribdi. O'ngir shunchalik jimjitkin, shularning taroq turib oyoq ovozlar jimjitlikni buzib ketdi. Alayizal ikki kecha kunduz mang'andan keyin ayvat bir tosh eshikka to'silibdi. Eshik bahayvat qulub va zanjir bilan o'ralgan edi. Ular oxir qilich bor yeri keldi-da xo'shal bo'lishibdi. Shu asnoda Donish: Ko'pchilik, mening yurtimda ko'p chapa chekdinglar. Buni cho'qim maslab qaytiraman. Mana xislatlik xanjar bor g'arg'im kelgan o'xshaymiz. Mo'sha yerda bo'lsa birdan dinimizni ozroq elib, ondan ishni ochayli. Bo'lmasa ishirki yetdi dev bilan jang qilmay qolmayli yana. Bu masala damiga yiqibdi. 2 kunlik safar ordig'i yetgan chig'imi ular ko'p madordan ketibdi. Shu asnoda Voyvoy Oskar fursatni qo'ldan bermay, elib olgan 2 tog'ar ixlos ordiq talqini bilan qizil qo'shqar ichimlikini oz to'la billi kelganlarga setilish qilib yuribdi. Bek flash lapta. Alt flash. Vay. Bek flash lapta. Alt flash baba. Voy Oskar ağa, qayda bilan ish bo'ldi bizga deb qo'ysizmi? Voy Oskar ağa, qilqaqalar ishlik tutganmish oldu. Anlaşmadı mı? Yok. Görüşmedi mi? Yok. Vay tek erişmedi mi? Vay nimine? Yeni talkan çıktı. Hem obdan tuttu. Azam boğaç puluma, ixlas benge yıktı. Yeni işler resmi, xeridarına tuttu. Shakri Xumar Ipar Ambiya bilan Zumrat qiz Kucha xonim qizlar tug'a so'pili bilan oz to'la o'zlarini tuzlashtiribdi. Qorong'i tushib ketibdi. Hacer pardıqa. Şu emasmi nimanda uzun sefer bu. Şunda mı? Lekin bu danışma hakikaten danışkenci maqtab qo'yay. Maqtab ketganni. Hammasi yoqdek shundan bir yaxshi maslahat berdi. Bo'ldi, maqtanasangiz bo'ldi. Keldik. Ayakkabı aram olayım. Çıkıp yaxshi ketib batsizmi? Rahmat, bu mening ta'limimdan. Babur balanzını yaxshi. Ay qiyma uni. Qo'qanchaqning bir suvi. Yay, unda dema, anam bir kun paltarlardan bo'lib chiqdi. Haras, men kucha sopini batidam. Qo'llarimizni, yuzlarimizni yuvib. Kucha sopini? Kucha sopini olasizmi? Ularni oldimdan olganman uni. Voyubota ig'zirak joyga chiqib ko'pchilikka qarab mundoq debdi. Bo'ldi azmatlar. Endi qaytib bilan tuzib olaylik. Qanday qilib bu yeti devini qolisini juda qilish kerak? Jang qilib o'sib kiramdoq yoki yelishitib yatishtirtamdoq. Qani planondan so'zlab beringlar. Qani kam kushada ichilib berib so'zlanlar. Mencha deb so'z boshlabdi O'xoy Bobur Po'xoy. Bu yetti yalmog'izni o'ltirmay tirik tutib Uyg'ur liniyasiga olib kirib munbar ishini baqlab qo'ysaqchi. Chunki u munbarga to'liq jinshoyatlar hujum qilib bishimizni beko g'ritdi. Divining qayashi shu balada niyatni buzgan tulki jinshoyatlarni tutsaq ajab emas deyman ha? Qanday ola? Bo'lmasmikin? Dedi keskin holda Hayulg'un. Bu divilarni u makon qilib borguncha sizni biz o'limiz. Bo'lsin mush yerda o'tirib terisini munbarga kesib qo'ysa boshqa sho'rkichilarga savoq bo'larmikin? Ya, bo'lmaydi bu. Deb qaynab ketdi Voyvoy Oskar. Dividiyen gütozmağı öttürgani öttürmez. Terismi ektimez. Lekin munbarga asmayna. Menimcha uni mirg'al g'olib bo'lmoqqa berna. U gütozdan xavfi saymasini qo'yamiz ba. Shuni yipin chiqib sevamizmi? Men bir berma deb qo'yganimga qiziq sevin solkansizlik yig'illar. Qasirib etmandam. Hey, mirg'al g'olib bo'lmam. O'zlariga atab bir diva qo'ygan. Qo'yuq bo'yoqli maynoq bordi. O'zlari kamil ya qo'ydi. Buni ma terisizlarga qo'ydik deb. Qanaqa qildi meg'illar? Yiroq yurtlardan kelgan ba'zi birlashganlar mundaq fikrlarni berishdi. Mening azob bir fikrim bor bu yerda.
Amda bu divlerini emmin taşlasıp bulmaydı ayna. Boğası bana okşayan divden bölünbersenla. Apırıp koltayın ayının tırnıqının bir milleti babat doğruş yasa bir bazal sapbaqsam diye uyum ba. Kandığa. Bu fikrin bulandı bulmam da arkasında oyuluşup kına mahma. Büyüğüme biz annecimin kilometre yerden geldik. Uyaktım bir yaktım yukarıdık. İngımasak mıngımandaydı, mıngımasak ingımandaydı. Kaysı leşker bir şey dedik ya. Bozma dedim ben böyle benim başka fikrim yok. Aynen Allah. Ahire jangdan zerikken ba'zi bir lashkarlar g'ingshib turib, maynoqlab turib, mundaqim fikrlarni berishdi. Ohoy, nimandaq chiqib bu? Voy voy. Ya başına ağrıp ketdi go. Ya birsin bir nima deysa, chopima deysa, birsin akitma deysa, birsin pulga yarmaydi deysa. Ya nim qilib keldik bu yerga? Oho, ya bumuş qilishni men tutqizgina, voy voy. Ya qaysi balangza başlig'idan qaysi? Ya chiqa balangza men yerga apayam. Oho, anda qilma deb ketib tatding. Chiqa, men bir gap qilay sana. Bo'ldi qilinglar. Oho, araq yo'qmi? Degandek talash tartishlar bilan ular oxiri boshda ishni ochadigan, ondan qirchab silib bosib kirdigan bo'lishibdi. Alqisa lashkarlar misron qilishlarini qindan yo'lib, Shakri Xumar Ipar Anbiyo va Zumrat qo'llariga tosh kesaklarni ilishib jangga hozir bo'libdi. Vuyubotaning qirchab degan shuar bilan urroq tushib, ishni pochaqlab ichiga o'zlarini tashlabdi. Tashlabdi-yu, hamma ayronasida joyida qetibli qolibdi. Ayhannas. Chunki u divlar noit cho'l ekan. Ularning bir barmog'imi bir cho'ng'atda keladi ekan. Ular bularni ko'rib turibla qoldi. Qani qizib ketgan askarlar hurra deyishguncha ular ketdi. Ular bularni xuddi chumul desigandek dasab o'ltiribdi. Sabdashlarining bu hamoqatlarcha qilgan hujumini ko'rgan Donish hamini to'xtatdi va qalli shiltib bu jangda yengishni o'ylabdi-da, keyniga chekinibdi. Ular bir yerga kelib maslahatlashdi. Ariqda Pulmo Abdulahad Yampalvon 999 metr saqlanib so'rab yetib keldi. Donish uning bo'lgan ahvolini so'zlab beribdi. Palvon ularning gaplarini anglab mundoq debdi. Bu yeti devining gapini men ma'lumlagan iqlimda buning tankiligidek birim yo'q. Ammo ularning qizlarga bir-birini amroq ekanligini olgan. Biz qalli ishlatib ularni qarmoq ilindiraylik. Va bizning qasrda Gulrana Jon deb bir go'zal bor. U kichigidan nozliq ilmini o'rgangan. U malikini bu yerga taklif qilib, bu divlarni bir amal qilib o'zaro so'qishtiraylik, debdi. Bu fikrga hamma qo'shilibdi. Malika shu amal uchar gilamga o'tirib yetib keldi. Bu bo'lgan ahvollarni xabar topgan Malika ularga qanday taqabul turishni o'ylabdi. Kichikidan aqlli ham zilva, go'zal cho'ng bo'lgan bu Malikaga har qanday odam bir qarash bilan uning maftun bo'lib qoladi. Uning go'zal ruxsari odamni o'ziga jalb qiladi. Aqlli Malika ko'ngliga bir plan tikib divlarni qishqatdi. U divlarni qishga borgandan keyin bu go'zal Malikani ko'rgan divlar uningga oshiqiy qaror oldi. Malika nazlanib turib, ularga "Men asli yettiqlimning malikasi. Bu yerga yo'ldan ezib qilib kelib qoldim. Men aslida o'rnidan chiqib o'zimga mangulik amro bo'lgan shaxsiyat topmoqchi edim. Biroq shuncha yo'l yursam o'zimga loyiq kelgan birorni uchratmadim. Qanday javob bu? Chiroyli yigitlarni tuyab ketdim-ku nima? Lekin sizlarga qarsam qaddi-qomatinglar xil kelishganda qildim. Men bu yerda tursam bo'lamdi ya? Malikaning so'zini olgan divlar noit qo'shal bo'lishdi va Malikani o'zlarining qasriga kirib mehmon bo'lishga taklif qildi. Aqlli Malika o'zining noz quliqlaridan divlarni asir qilib oldi va ularni do'yilga tushamoqchi bo'lib, "Rasma, sizlar meni yoqtirib qoldinglar." Tele. Bo'pti. Unda sizlar ayat mamatlikda o'yilib tushinglar. Qaysilar yengib olsanglar men shuni o'zimning mangulik hamrohi qilaman. Bulamdi. Bu shartingizga qo'shilamsizlar qandoq? Buni olgan divlar mundoq o'yga kelibdi va o'zaro maslahatlashibdi. Bir jonan uchun bir-birimizni qirg'in qilish tonimi ahmoqlik. Ming yildan bir xotinsiz yudoq, yana ming yil bo'ytaq yursak nim bo'pti? Uning ustiga hozir to'yliq tonimi yig'ir ekan.
yıkkan mal dünyamızı okutun xeylisak, əbinin balıq bolsaq, o balı toğut ansı tapmasaq təxə. Toğut ansının qimmətligi üçün, o şunu okutimiz deyimiz. Daha şöyle össe onun bir münç pul, tütüz hizmet izleyimiz dep yani xecleyimiz. Yolmağımız, haqlan yalvarımız, əmli xizmeti çıxdı dep oltansak, mankı bilen öynep qay dep birini başlap kine qaçan. Onunla tömenlep pul malçar vay vay, iş köpken texe, bolde, köngülünün keynin kirmeyli bolla. Bu cananını bir bolsa muş yerini yevdeyle, bir bolsa uyumuzun tazlayla xizmetkar qılıp olayla. Deygiler Alpazning yamalığını görgen Melike işten çataqlığını sizip ününün barışı to'labdi. Melike qo'rqqandan o'zining qozoqcha vaqirayotganligini sezmabdi. Önkürtişidan Melikening qo'sh xabarini kutishib turgan boturlar önkür ichidan chiqqan bu nidodan ajablanib turib qoldi. Chimarim aytim. İt degende edemni uxlatmay qozoq to'lab yurgan. Ya vallahi ya men mol yutib yurgan biroq qozoqchalik uchun önkür milizlab kirib ketdim ya. Bu nidodan ishdan chataqligini sezgan Uyu Bota Qandaqlı bo'lmasin, ahvol chataqdek turdi. Endi vaqt o'tkazishga bo'lmaydi. Uning ustiga biz Uyg'urlarda xotin haqni raqibni qo'ynoq tashlab berib, raqibdan non tilab bergan ish yo'q. Nima degan nomus ish bu? Bo'ldi. Savr qachimiz tashdi. Endi hujum qilib kiraylik. Nima ko'rsak ko'rdik. deb zo'r qo'shinni boshlab o'ngirga hujum qilibdi. Qani azbaqlar! E'tiborni orqa bo'linglar. Yetti bosh yamoq o'zimizni bir tuntayli. Hamma Uyu Botaning bu boturligiga Uyu deyishib qo'shin keyindan ergishibdi. Deyivlar Malikaga endi qo'l salaylab turishiga boturlar qirchab bilan yetib kelishibdi. Deyivlar tayyorlikda sizlab quchoqlashmagan kirib ketibdi. Urchab ulti sadolari arshin titirtibdi. Shunchalik hayvat jang bo'libdiki, tuman yillardan beri bu zaminda bundoq cho'ng, bundoq qonliq jang bo'lib boqmabdi ekan. Jang to'g'ri 40 kecha kunduz ilib berilibdi. Eng oxirida donish boshliq xavotirlar g'alaba qilgandek bo'lishibdi. Ularning ko'p odamlardan ayrilibdi. O'lganlari holsizlik bo'shidan ketibdi. Dubul saatlarini yechib, hamda uf deyishib turishiga, o'g'il Bobur Po'qoy hozirab o'midab kelguncha donishni doklab qilibdi. Şahsiyatı bayağı biz uğraştı kurban olan azmetlerimizden sahne iletip tuyuk diyelerinin fakat 6 cesini baykudu. Üçler kargan bu önkürde asli 7 diye boz doğru bulattı. Demek yeni bir diye bizden kırçaptan kutlup kağa okşaydı. Nima? Bu mümkün mü? Bizning köyümüz şu 6 deyishken yani birini görüp bakmadık. Uzar neymi kıvamandı? Xunpa! Debdu donish terkib. Vay, yangisin bağımdı. Meni kışımga baştan ağırmış altın diye kirip söygüyü sarkılıştı. Birsi bu adamla. Nima, menden gumanlatamsızlar? Ben onu neymi şurpaya yendi. Yani bir düğünme takatlı görüp bakmadım. Tövbe. Deb söz ketibdi Şinjan liyaqatlarini ilib kelingan Gulira Najaxon. Nima? Demek bir diva yedim oya. Bunu izlab tepinglar. Deb buyruq tushiribdi Uyu Bota. Hamma divini izlashga kirishibdi. Önkörning 7 yig'izi bor bo'lib, Donish, Uyu Bota, Vayvoy Oskor, Ahay Yulg'un, Ohoy Bobur Po'qoy, Zumrat, Shakri Xumar Shipar Ambiyo, Gulira Najaxon qatorliqlar yiliqi bir divini izlashga otilibdi. Ular önkörning 6 yig'izidan hech nimani topa olmabdi. Eng oxirgi bir yig'izga ehtiyot bilan qadam besibdi. Manga önkörning chekiga yetibdi. Qarasa bir yo'chiqdan quyoshning noyto'y g'uvoy yo'rig'i tushib turgandek. Bular darhol iliqi yo'riq yerini tatlab yurib, yo'g'on bir yig'iz etishibdi-da, shu yerni o'mlab sirtqi dunyoga chiqibdi. Chiqibdi-yu, bu yerga karomatlarni asli shuni o'qitibdi. Önkörning bu yig'izi noyat go'zal bir makon tutishdi ekan. Atrof yop-yeshil cho'plik va chimanlik, eriqlarda subsidiy sular yiqayotgan, qushlar sho'x sayrashayotgan, yavoy hayvonlar bir-biri bilan o'ynashayotgan. Ko'k osmonda bir parcha bulut yo'q, quyosh illiq nurini bu makon oymay chechayotgan.
Shunchalik o'z, shunchalik yiqimliq bir manzara ularning bu ko'z oldida zohir bo'ldi. Ular ko'rdilarki, bir odamsimon maxluq supsuzlik buloq bo'yida butun zehni bilan kitob o'qib o'tirgan emish. U bu azmatlarni o'zi qarab turganligini sezmadi. Yey, u yilqi biz izlayotgan deyim shu bo'lmasin yana. Qaranglar uni kitob ko'rib o'tira ketdi. Toza huzurlashni bilgan-a u deyver. Debdi Gulirana Jahon noz kirishim bilan. Men berib qarab boqay, ijozat bersizlar. Deb iltimos qilibdi voy Oskar. Bo'ladi, lekin o'zingga ko'p ehtiyot qil, debdi Danish. Voy Oskar ot qiliqi odamsimon maxluqning yiniga berib tovlabdi. Hey, kimsan? Bu qayer? Maxluqdan sado bo'lmabdi. Ey, kimsan deyapman? Savolimga javob ber. Bo'lmas qallarni tinimni juda aylayman. O'xshashlar sado kelmadi. Hamma Vuybotaning buyrug'i bilan maxluqning oldiga beribdi. Va maxluqning oldida otlarini devatib tursa-mu, yiliqi maxluq yanına kitobini o'qib o'tirarmish. Uning qo'lidagi kitobni tortib olinglar, deb buyruq qilibdi Ahoy yulg'un askarlariga. To'xtanglar, debdi Danish. Hurmatli qilmayli. Ilm ahli ekan, kitobni o'qib bo'lguncha saqlab turayli. Nima? Saqlab turayli? U bizga behurmat qilsa, biz uni hurmat qilib saqlab turamiz aka. Terkibdi voy Oskar. Ular undan chiqarmay top-to'g'ri 3 kecha kunduz saqlagan ekan, eliq odamsimon maxluq qo'ldagi kitobini yutdi. Azmatlar darhol uning oldida paydo bo'lib, qilichlarini yalang'ochlab so'rabdi. Kimsan? Assalomu alaykum. İsmim Mevlana Uruq. İlahi Şemşerni saqlab yotgan 7 düğünün biriman. Demedim-mi? Deyim shu deb. Voy, o'zim kelishgan taskan emasmi bu? Ism pek chiroyli ekan. Ay, olti deyni orasida shu bo'lganmi? Shuni bilgan ekanman asli. Deb so'z qo'shib qo'yibdi Gulirana Jahon. Deyva u qizning gapiga pesand qilmay so'zini davom qildi. Bu tuproq adolat. Ochiqroq aytganda, bu yer adolat, barobarlik, poklikda yug'ilgan zamin bo'ladi. Bu yerda yovuzlik, tengsizlik, abg'olik va fosiqlik yo'q. Bu yerda hamma o'z izzat hurmati, qadr qimmati bilan yashaydi. Eriqlarda iqvatqini poklik suyi, ustunlardan tushayotgani adolat nurlari. Bu mana shundoq jannat makon. To'a, yer o'zini mushundoq makon bo'lgan. Hamma bu divning so'zlaridan hayron bo'lishibdi. Bu yerning shohi kim? So'rabdi Ahoy yulg'un. Bu yerda shoh yo'q. Hamma o'zining xo'ja. Men kichigimdilla kitob qayrisman edim. Boshqa 6 qarindishim yovuzlik bilan hayotini o'tkazdi. Lekin men ilm bilan mashg'ul bo'ldim. Bu yerda hamma kitob bor. O'nkir taraf o'tmagili 1000 yil bo'ldi. Izchil mush yer ilm tahsil qilib kelyapman. Klassik asarlardan Qutatqi Belek, Turktillo divoni, Navoiyning Hamisa va boshqa asarlari, Gumnom, Lutfi, Mashrab, Qalandar, Sakkonki qatorliqlarning asarlaridan tortib, hozirgi zamon asarlardan O'tkir apandining O'yg'ongan zimin, Iz, Zordun Sobirning Anyur, Yosinjon Sodiqning Jallod Xonim va boshqa asarlar, qarindosh millatlarning Qizil ravoqda kuchish, So'buyda Konining Xannoma, Konining Tongnoma, Lushin asarlari, Chatal asarlaridan Ushuning fasohatlik she'rlari, Najib Mahfuzning romanlari, qatorliq ko'rmin asarlardan vaqif bo'ldim. Kunlarim urush jidaldan xoli ajoyib ma'nilik o'tdi. Hamma divning so'zlaridan hayron bo'lishibdi va qoyilligini bildirishib aprellari yetishibdi. Uning boshqa yozuvlar bilan osmon zamin farq qilganligiga chin bitibdi. Undaqda seni efendim deb atasak bo'ldi ekanda Mevlana Uruq efendim. Biz bu yerga ilohiy Şemşerni izlab kelgan edik. Bu yo'lda ko'p janglarni qildik. Nurg'un qonlar daryo bo'lib oqdi. Manzilimizga yetdik deb bilsak, o'yilmagan yerdan mana bu tuproq adolat kelib qopdik. Endi ilohiy Şemşerni nereden izlamak kerak? Uni elib Danishning eliga berib, 7 boshliq yolmog'izni yo'q qilmoq kerak edi. Shundala insonlarni baxt saodatga ega qilib, tinch, osoyish turmushni huzur surgizsak, bizning bu muqaddas vazifamiz tamomlabdi.
deb so'zini tamomlabdi Uyubota. Bayonning davomi qiziqsangiz, Xinjiang liniyasi munbar sahifasiga nazar tashlaysiz.